Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Mana bugün gladiatorlarni chiqardik. Bugün baribir havo salqin, quyosh chiqdi. Hammasini chiqarmadim. Bitta chiqartibman. Ha caningdan seni, ömring uzoq bo'lsin. Buni bir 4 tepishtirib ko'rdim. Yosh jo'ja, o'ta yosh jo'ja. Oyog'ini uchunda yuradi ha. Mana bu bilan ikkisi ham bir-biridan o'tadi. Xullas, Telegramga bir 4 tepishtirib tashlab qo'ydim. Qiziqqa odamlar bo'lsa. Hali yoshda bular o'zini yig'ishtirib bu daraja. Bu hali go'sh ya bu top deganni bir tirnoqqa qildirib urushtirib ko'rmadik. Tirnoqqa qildirib xudo xolasa. Bu Toshkentdan Muzaffar ukamizdan kelgan. Muzaffar ukamiz Qozog'istondan kelgan. Yaqinda endi Muzaffarda aytishi bo'yicha Farhod aka shu buni otasini 5000 dollarga chiqibdilar, so'rabdilar dedim, sotibdilar dedim. Xullas aytgan gapi to'ppa-to'g'ri. Bu nimaga deganda bu ham juda ham qattiq o'ynadi-da. To'xtamasdan uradi, keltaklar ham yaxshi, liboy sposim uradi. Menga juda ham yoqdi, xudo xolasa. Avvalambor umri kunini bersin. Kelajagi bo'lsa, xudo xolasa. Endi biz boqib yurgandan keyin bilamiz-da, bir ozgina tepishtirib ko'rsak qanday xo'ras. Xullas, endi bular ikkisini urishtirib bularni ikkisini urishtirib ko'rdim-da. Agar bularni bir sal o'rta miyana xo'roz qilib berganda, bu ham tezda. Bu ham tez o'ynaydi o'ta. Bu o'zimiz zotim, bu hanjar bu. Bu ham o'ta chiroyli narsa. Bu ham zo'r, xudo xolasa, ikkisi ham zo'r. Bahorda qo'shamiz bu. Xudo xolasa endi bir yaxshilab o'zini kelgandan keyin yana bitta boqib, go'sh-po'sh berib, ozgina dihoniyalarini, o'pkalarini ochib o'yinlarni tashlab beraman xudo xolasa Telegram. Canavar oyog'im uchun yuradi, oyog'im uchun. Hech canım, ömrün uzoq bo'lsin.